Shou-biznes olamida ulkan yo'qotish: bloger vafot etdi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, rasmiy xabarlar olami kanalimizga xush kelibsiz. Tezkor va so'nggi shou-biznes yangiliklarni bizning kanalimizda muntazam kuzatib borishingiz mumkin. Ko'kosh haqidagi hozirgi kunda tarqalayotgan xabarlarga biroz oydinlik kiritgan holatda shifokor bilan bo'lgan suhbatni sizlarning e'tiboringizga aytib o'tmoqchimiz. Ko'koshni operatsiya qilgan doktor va nihoyat atvet qildi. Ko'koshni atrofidagilar aynitdi. U bilan yaxshi munosabatda edik. Uning ahvoli o'ladigan yoki sog'liqqa jiddiy zarar yetkazadigan darajada og'ir emas edi. O'sha ayol kelgandan keyin hamma narsa 180 gradusga o'zgarib ketdi, deydi shifokor. Men tushunmayapman. Hozir hamma faqat bir tomonni fikrini inobatga olayapti, deya shifokor o'zini oqlab intervyu bergan. Hozirgi kunda tarqalayotgan Ko'kosh bilan bo'lgan munosabatga va bu haqidagi yangiliklarga yana bir bora oydinlik kiritib qaytamiz. Jurnalist Jasur Hamroyev vafot etdi. Bloger Jasur Hamroyev 5-aprel kuni 42 yoshda olamdan o'tdi. Bu haqida qalampir.uz manbasi xabar berdi. Ma'lumot uchun, Jasur Hamroyev 1983-yilda Buxoro viloyatida tug'ilgan. Shov-shu.uz loyihasi asoschisi va bosh muharriri bo'lgan. O'zbekiston Adolat sotsial-demokratik partiyasining Toshkent shahar Yakkasaroy tumani kengashi raisi sifatida faoliyat olib borgan. Uning qandli diabet kasalligi bilan kurashib kelgani aytilmoqda. Tezkor va so'nggi shou-biznes yangiliklarni, eng so'nggi xabarlarni biz bilan birgalikda bizning kanalimizda kuzatib boring. E'tiboringiz uchun rahmat.